Chustiy taxallusi ostida ijod qilgan Nabixon Nurullaxo'ja o'g'li 1904-yilning may oyida Namangan viloyatining Chust shahrida tikuvchi hunarmand oilasida dunyoga kelgan. 1917-yilda 14 kishidan iborat bo'lgan Nabixonlar oilasi Qo'qonga ko'chib borib, tikuvchilik ishlari bilan shug'ullangan. Chustiy ham 12 yoshidan tikuvchilik bilan shug'ullana boshlaydi. O'sha paytda u Qo'qondagi eski maktab va madrasalarda ta'lim oladi. Chustiy butun umri davomida 20 ga yaqin she'riy to'plam yaratgan va chop ettirgan. Chustiy asosan mumtoz she'riyat yo'lida ijod qilib, g'azal, muhammas, musaddas, murabba, ruboiy, tuyuq, masnaviylar yozgan. Shoirning bu ijod namunalari uning Gul mavsumi, g'azallar to'plamlari va Hayotnoma, Sadoqat gullari, Ko'ngil tilagi, Ko'rguncha xayr endi devonlarida nashr etilgan. Turli yillarda yaratilgan Tirik jannatga kirgan kampir, Kiyiknoma, Bog'i Eram dostonlari ham bor. Chustiy ayniqsa 2 jahon urushi yillarida faol ijod qilgan. Vatanparvarlik va qahramonlik mavzularidagi Shamshir, Lolazor, Hayot zavqi, Qo'zg'ol, Jasur oila she'riy to'plamlari, Zafarnoma dostoni, Davron ota, O'zbekiston qilichi, Qurbon Umarov, Qo'chqor Turdiyev, Qasos sahna asarlarini yaratgan. Uning so'nggi devoni Ko'ngil tilagi deb nomlanadi. Chustiyning ishqiy va axloqiy mavzudagi ko'plab g'azal, muhammas, murabbalari qo'shiqlarga aylanib, taniqli hofizlar tomonidan kuylab kelinadi.